Tadbirkorning vaqti ham, mablag'i ham qadrli. Shuning uchun ham Sirdaryo viloyatida har dushanba tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish amaliyoti davom etmoqda. Bugun viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Savdo-sanoat palatasi viloyat boshqarmasida navbatdagi tadbirkorlar qabulini o'tkazdi. Qabulda ishtirok etish uchun jami 46 nafar tadbirkor ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ularning 36 nafarining murojaati qabulga qadar mas'ul korxona va tashkilotlar tomonidan hal etildi. Muddat talab etgan 10 ta murojaat esa viloyat hokimi ishtirokida birma-bir muhokama qilindi. Muhokamalarda viloyat prokuraturasi, adliya boshqarmasi hamda sohaga mas'ul tashkilotlar rahbarlari ishtirok etib, har bir masala yuzasidan o'z munosabatini bildirdi. Qabulda ko'tarilgan masalalarning yo'nalishi ham turlicha. Masalan, Sirdaryo tumanida faoliyat yuritayotgan Erkak Kamol 555 mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari elektr energiyasi bo'yicha qo'llanilgan jarima masalasida murojaat qildi. Yangiyer shahridagi Blasting Metal Business korxonasi rahbari esa qurilish ishlariga xalaqit berayotgan chiqindi saqlash maydonchasini boshqa joyga ko'chirish bo'yicha amaliy yordam so'radi. Sayxunobodlik tadbirkor Rahmonberdi Dehqonov esa stomatologiya klinikasi qurish uchun yer maydonini elektron auksionga chiqarish masalasi bilan murojaat qildi. Muhimi, qabul faqat murojaatlarni eshitish bilan cheklanmadi. Ayrim tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan masalalar shu yerning o'zida yechimini topdi. Qo'shimcha o'rganish va vaqt talab etadigan murojaatlar bo'yicha esa mas'ullarga aniq topshiriqlar berilib, ijro muddatlari belgilandi. Barcha murojaatlarning bajarilishi nazoratga olindi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini o'z vaqtida hal etish va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan bunday ochiq muloqotlar viloyatda muntazam davom etmoqda.